Assalomu alaykum. Bugun sotuvimizda Dongfeng IELTS modeli. Videoni kuzatishda davom eting. Hozir bu mashinani полностью obzor qilib beraman. Bu mashinamizning tashqi dizayni ham crossover, ham sedanni beradi. Bizning tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, o'zi zavodskoy ko'rinishda sportivniy mashina bo'ladi. Bu mashinamiz 1.5 motor bilan jihozlangan, turbinasi ham bor. En full pozitsiyasi bu. Mashinani yanada ham sportivniy ko'rinishini xohlasanglar, bu mashina hozir zavod holatida, o'zini balonlari turibdi, 17 turibdi. Agar 18-19 taqsanglar, undan ham chiroyli ko'rinishga keladi. Bu mashinamizda zavodskoy spoiler qo'yilgan, zavodskoy hamma narsa turibdi. Даже выхлоплari ham olibtagarchilik uchun emas, bu zavoddan shunaqa qo'yilgan. Endi salon qismini ko'ramiz. Bu mashinamiz sariq bilan qora kombinatsiya qilingan. Alcantara va ekokoja 360 kamera bilan jihozlangan. Mashinamiz start stop zavodskoy, avtomat korobka, robot deyiladi, elektronniy ruchnoy tormoz. Motorimiz hali aytib o'tgandek 1.5 turbina. Mashina shunaqa tortib qo'yadi. Hozir sizlar bilan haydab ham ko'ramiz. Mashinani mana zavod qilamiz. Bu mashinada shunday o'tirganingizda shunaqangi qulay, sidinlari quchoqlab oladi. Mazza qilib yurishingiz bo'ladi, chunki o'zingizga moslab olasiz. Rullarini ham, hamma narsasini. Sidinalari elektronniy. Hozir endi bu mashinani sizlar bilan qanaqa yurishini haydab ko'ramiz, tortishini ham ko'rasizlar hozir. Monitorga keladigan bo'lsa, Android hamma programmalarni bemalol o'zingizlar ustanovka qilib, skachat qilib, udalit qilib tashlasanglar bo'ladi. Chunki zavoddan rusifikatsiya qilingan. Hozir bitta bosib ko'ramiz, chunki elektronniy tablo menga ham qiziqtiryapti. Qanaqa o'zini his qilishini ko'rasizlar. Mana 1, 2, 3. Juda ham переключениялari zo'r ekan. Mashinamizni mana o'sha bemalol 100-120 ga chiqib ketyapti. To'g'risini aytsam, meni o'zimga ham qiziq bo'ldi bu mashinada, hali yurib ko'rmagandim. Bu mashinada yana bitta qulayliklaridan bittasi 360 kamera bor deb aytgandim. Mana o'ngga buradigan bo'lsangiz, mana o'ng tomondagi slipoy zona, oldi g'ildirak pastki qismini ko'rishingiz mumkin. Agar chapga buradigan bo'lsangiz, bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Shunchalik komfortli, udobniy qilingan mashina bu. Buni uncha-muncha odamlar hali ko'rmagan, bilmaydi. Bu mashina haqida ko'p ma'lumoti yo'q, lekin mana sizlarga qo'limdan kelgancha to'liq obzorini qilib berishga harakat qildim. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Yurishlariga lekin vobshe gap yo'q ekan. Olsanglar baraka topib haydaysizlar, mazza qilasizlar. Tonirovka razresheniyasi bir 6 oy, 7 oylarga hali bor deyaptilar egalari. Mashinamizning probegi 40 ming kilometr yurgan, bor yo'g'i. Bu mashinani 2 yil oldin 25 ming dollarga olgan ekanlar. Hozir egalari bilan gaplashib 19.500 ga narxladik. Yana egalariga telefon qilib aloqaga chiqsanglar, yana kelishtirib beraman degan joylari bor.